Aziz do'stlar, bugun men sizlarga o'sha eski hadislarda kelgan ma'lumotga qaraganda payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam aytib o'tib ketgan hadisdagi so'zlarga qaraganda Yajuj Majuj xalqini bir vaqtlar o'zini qirolligiga ega bo'lgan Iskandar Zulqarnayn o'sha paytlarda shu tog'da Yajuj Majujlar kirib yashaydigan tog'ni eshigini og'zini temirdan misdan devor yasab qurib bekitgan. Yana aytilganki, Allohning izni bilan shu devor qulaydi bir vaqti kelib.